Barchaga xayrli tong. Tong sahardan biz Jalobod shahridagi mana shunday ajoyib maskanga keldik. Bu o'sha yuqorida joylashgan davlat bayrog'imiz hamda Jalolobod deb yozilgan harflar. Va bu yoqda butun shahar kaftingizda. Faqatgina bugun tuman, mana shuni hisobiga bizga shahar yaxshi ko'rinmayapti, lekin bu yerdagi havo juda ajoyib. Mana bunda shaharni tomosha qilsa bo'lar ekan yaqinroqdan. Umuman olganda mana shu joylar menga juda ham yoqdi. Chunki bu yerdagi havo bir boshqacha. Agar siz ham yonimda bo'lganingizda balkim mana shunaqa fikrga kelgan bo'lar edingiz. Keling, hozir mana shu joyni ort tarafini ham ko'rsatamiz, orqasini. Bu yerda mana skameykalar bor ekan. Yoshlar o'tirib, xohlasa suratga tushib, xohlasa birga suhbat qurib ketishlari mumkin. Juda go'zal. Archalar ekilgan, atrofida yashillik ayanchasi qurilgan. Ya'ni mana bayrog'imiz hozir sovuqda biroz so'lib qopti. Xullas shunaqa ajoyib manzaraga guvohi bo'lyapmiz azizlar. O'ylaymanki, mana shu manzara sizga ham yoqadi. Ismim Islombek Umarov. Keyingi video lavhalarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.